Assalomu alaykum aka azormachilar, yaxshimisizlar? Biz o'sha mashhur Inside o'yinimizni 3-qismini chiqardik. O'tgan qo'ygan videoim ancha prosmotrlarga yig'gani uchun bu videoni 3-qismini ham chiqardik aziz obunachilar. Endi qani gapni ko'p cho'zmay o'yinni ham boshladik. To'xtab qolyapti bu nimaga? Pastimiz barcha ekanda. Bosib qo'ydi. Yaxshi. Bu yerdan birovni qilish kerak egandim. Men yoqqa bitta mashq chiqarishni oldim. Xo'p, ketdik. Mana o'zi oston yerda chiqish qilamiz. Nega bu sekin uryapti? Nimaga sekin uryapti? Voy, ovoz chiqsa yugurib kelagan qo'y. Qoldi bize ovoz chiqmas kerak ekan. Barib kelyapti-yu. Yugur. Barib kelyapti. Sakrang. Sakrab o'tsa bo'lar ekan. Sakring emas. Yaxshi. Yana sakrash kerak ekanda. Sakring. Urib qoldi. Buni taqata. Shuni chiqib taqash kerak. Nima ish? Bo'ladi. To'g'ri, sirasi yetmaydi. Tushqan to'xtash kerak emas sizga. Nima qilish kerak? Biraz yurib ketyapman. Shu bilan qolib ketdi-da. Boyagi ketib oldiga borib, u ham shularni uyg'onadi. Mana uyg'onsa. Yo'q, bu uyg'onmayapti. Yo'q. Anjirga bu uyg'onmayapti. Nima qilsa bo'ladi? Nima qilsak bo'ladi endi? Nima qilsak? Tortib chiqarish kerakmi? Tepaga chiqib qolish kerakmi? Qanday qilsak bo'ladi endi? Dum uzib ketdimi? Dum uzib ketdi. Endi chiqdi bo'ladimi? Dum uzilgandan keyin tik bo'ldi chiqadi. Uyg'onib ketdi. Menda ham chiqib bo'lmayapti-yu. Nima qilish kerak bu endi? Sursa bo'lar ekan endi. Surib mana bu lampochkaga borish kerak. Chiroqni oldiga. Aqqa surish kerak bu yoqqa. Nimaga sakrayapti bu? Nasriyasiga yomonchilik qo'yapti-da shuni. Surish kerak. To'g'ri. Давай. Oz qoldi. Chiqoraylik. Qaqib ketdi bu. Yaxshi. Mana bu yerdagilarni boshqaryapmiz biz. Qaranglar buni.
Mana bu yerdan boshqaryapmiz biz. Demak, biz qayerga harakatlansak, u ham o'sha yoqqa harakatlanar ekan, sezyapsizlar. Nima qilish kerak? Mana bu 4 kishi buni surish kerakmi, ko'tarish kerakmi? Harakat qilamiz. Surish kerak, davay. Surilyapti. Dahshat gap yo'q. Endi chiqib ketaman bundan. Qanday chiqib ketaman? O'zi uzilar ekan. Avtomatik o'zi uzilar ekan. Yaxshi. Uzr. Endi cho'chqani tashlab ketamiz. Rahmat, cho'chqani. Cho'chqani tashlab endi yo'limizni davom etamiz. O'yinimiz ham o'zi oxirlab qoldi-yo. 3-qismda qancha maldan o'tdik. Lekin o'yin juda yoqdi, grafikasi ham, o'zi ham juda menga yoqdi. Fikringizni izohlarga yozib qoldiring. Yana bir nima bor, yo dars yurimizmi endi? Dars yurimizmi yo? Menimcha dars yurimiz yana. Binoning oldigacha. Ketdik. Aziz obunachilar, o'yinimiz shu yerda tugadi. Shu yerda o'yinimizni o'z nihoyasiga yetdi. O'yin menga juda ham yoqdi. Sizlarga yoqqan bo'lsa, like podpiskani ayamang. Qancha like podpiska bo'lsangiz, bu keyingi videolarni chiqarishimda ham menga yordam beradi. Katta rahmat, ham charchamanglar, hammaga omad.